Qodir, o'ylaymanki, yaxshi uyquga to'yib, tayyor bo'lib kelding. Xudo xolasa iftorni sen qilib berar ekansan-da bugun. Yutqizgan iftor qilib beradi. Yutqizgan. Bo'ldi, kelishdik. 8-9 da test drive bo'ladi, xudo xolasa. Belgilangan masofa bor, o'sha masofaga kim birinchi yetib borish, qani? Birinchi o'rinda mashinaning yumshoqligi menga juda ham yoqdi. Ikkinchi o'rinda rasxoti unaqa katta emas. Chunki bunaqa gabaritdagi mashinalarda hammasida rasxoti juda ham baland bo'ladi, benzin ko'p rasxot qiladi. Uchinchisi yo'l tanlanmaslik gabaritida. Avval H9ni birinchi marta haydaganimda, yonimda juda ham yumshoqlik, rullari juda ham yumshoq. Men bu darajada yumshoq deb o'ylamaganman. Va oilaviy mashina, chunki biz oilada ko'pchilikmiz va bizga juda ham mos keladigan mashina. 8-9 chempionlar tanlovi. Давай. Oxirga tamom. Давай, oxirga. Давай. Let's go! Champ! İstad. Men nima degandim sizlarga? Sen oldi yurganmisan deyman bu joyda. Men 2 kun kelib repetitsiya qildim. Gap yo'q lekin. Lekin mashina borki, yomon yurar ekan borki, gap yo'q havolga. Agar bitta narsani sezgan bo'lsang, shuncha notexliga qaramasdan yumshoq. Yumshoq. Baribir yumshoq-da. Vobshe yumshoq borki. Mana shu cho'qqiga chiqib kelishimizga haval yordam berdi, gap yo'q lekin mashinaga. Men bunaqa joylarga haval haydab ko'rganim yo'q edim. Birinchi marta haydashim, maza qildim, to'g'risi. Hali yana отдельно o'zim kelaman deb ham niyat qildim. Maza qildim lekin haqiqiy adrenalin. Yana ozroq uzun bo'lsin yo'l deb nima qildim, lekin yo'l tugab qoldi. Shu jarlik ekan. Men iftor olib berasanmi, yo'qmi? Yetdik bo'ldi, endi yutqizgan baribir nima deydi? Va'da bajarish kerak. Bajarish kerak. Ketdik, iftor qilaylik endi. Allohumma laka suntu va bika aman. Bismillah. Qani do'stim, yoshlikda mana bizni o'qishimizga kirishimizga, mashg'ulotlarda ilm olishimizga, ko'tarishimizga ustozlar, ota-onalarimiz sababchi bo'lgan. Shu sababdan bitta narsani o'ylayapman-da endi. Mana ko'p yoshlar bizga qiziqadi, xohlaydi bizdek bo'lishni. Bunga bir yoshlar bilan master klassmi, bir qanaqadir qiziqtirish uchun uchrashuvmi qilsak, nima deysan? Juda ham yaxshi fikr. O'shalarga ham yosh avlodga ham ancha motivatsiya bo'ladi. Bir narsani o'rganadi, bir narsa oladi bizdan. Bu savob ham bo'ladi. Albatta. Senga yaxshi o'ylabsan, xudo xolasa buni 1-2 kundan keyin qilsak bo'ladi. Inshaalloh. Xudo xolasa yoshlarimiz, ukalarimiz yana ham bizga qiziqib, sportga kirib, nima deydi, O'zbekistonimiz uchun foydasi tegsa, xursand bo'lamiz-da. Chempion bo'lsa, shu biz ham yoshligimizda chempionlarni ko'rganimizda xursand bo'lganmiz. Shuni uzoqdan bo'lsa ham orqasidan yugurib yurardik. Ular ham hozir chempion akalarni ko'rgisi keladi. O'shaning uchun ular bilan master klass o'tkazish, men o'ylayman, eng yaxshi fikr. Menda bir taklif bor. Mana shu Sirdaryoda bir maktab bor ekan. Sal qiyin sharoit ekan. O'shalarni Toshkentga maktabimizga olib kelib, o'shalarga master klass o'tkazib, ozroq sovg'alarimiz bor, o'shalarni tarqatsak bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa, xudo xolasa. Qani, bundan boshlaymiz. Uzbek Tigers. Agar nimadir o'rgangan bo'lsalaring, biz xursandmiz. Menimcha master klassimizni tugatsak bo'ladi.
Do'stim, mana tadbirda ham chiroyli o'tkazib oldik. Men o'ylayman, bolalarga motivatsiya bo'ldi. Bolalar ozgina bo'lsa ham bizdan nimadirni o'rgandi. Kutib qolamiz. Shu bolalarning orasidan ham O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan Chempionlar o'sha chempion bo'lganda ham o'sha eslashadi-da, bari shu chempionlar bilan birga ko'rishib tadbir o'tkazganmiz. Bunaqa tadbirlar O'zbekistonda qancha ko'p bo'lsa, sportchilarga shuncha ham motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Haval kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shu tadbirni uyushtirib berganlariga Haval kompaniyasiga alohida rahmat. O'zbekiston! Chempion! Ura!